Birinchi o'rinda farzandga tarbiya berayotgan ota hech qachon bolasini aldamasin. Karra jadvalni yodladingmi, falon narsani olib beraman. Bola karra jadvalni yodlaydi. Keyin kelib bizga aytib beradi. Mana adajon, yodlab aytib berganman. Bolam Fotiha, Ixlos, Falaq, Nas suralarni yodlasangiz bitta velik olib beraman. Bola ishtiyoq bilan yodlaydi, oldimizga keladi. Mana yodlab bo'ldim. Ha, yodlab bo'ldingmi? Ha. Undan keyingi yana ikkitasini yodlagin, keyin olib beraman. Nima aralashyapti? Yolg'on aralashyapti. Bola bitta ikki bu holatni ko'rmagan. Fitrati toza, sof. Kelib aytadi, ha, otam aldadi. Demak, aldasa bo'laverar ekan. Men ham o'rtog'imni aldab ko'raman. Aldasi yomon emas ekan degan xayol paydo bo'ladi. Bu ham quruq gap emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir kuni turdilar, bir ayol bolasini chaqirdi. "Key bolajonim, senga bir nima beraman" dedi. "Bolajonim, key senga bir nima beraman" dedi. Haligi bola yugurib kelayotgan vaqtda Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilar, "Hozir bolang kelsa nima berasan" dedilar. "Ey Allohning rasuli, xurmo beraman, xurmo olib qo'yganman bolamga" dedi. "Ha" dedilar Payg'ambarimiz alayhisalom. "Agar aldab turib hech narsa bermasang, Allohning huzurida yolg'onchilardan bo'lasan, qiyomat kunida yolg'onchi deb muomala qilinasan" dedilar. Va'da berdikmi azizlar? Bolaga va'da berildimi, bajarish kerak ekan. Va'daga muvofiq bo'lgan narsani avval tayyorlab, keyin va'da berish kerak ekan. Nimaga desa, bola yolg'onchilikka o'rganib qoladi. Va'dabozlikka o'rganib qoladi. Ertaga gapirsa, gapining ustidan chiqmaydigan bo'lib qolar ekan.